Do'stlar, yaxshimisizlar? Biz qayerdaligimizni bilgan bo'lsanglar kerak, bilmagan bo'lsanglar, biz Qumson sanatoriyasidamiz. Bahor eng avji payti, mana yozgi mavsumga o'tyapti. Lekin havoni hozir men sizlarga bitta narsani ko'rsataman. Havo shunaqangi zo'r, shunaqangi havoda atirlarni hidi kelyapti. Nimaga desam, mana qaranglar. Ko'rasizlarmi gullarni? Saru atir gul. Shaharda juda kam noyob bo'lgan, bu yerda faqat shu saru atir gul ekilgan. Endi men hidini sizlarga bir yetkiza olmayman, bilmadim. Agar kim bilsa biladi, saru atir gulning hidi umuman boshqacha. Qizil pushtiga nisbatan. Oldin bo'lardi, ana fransuzski atirlar kichkina idishlarda bo'lardi. Shunaqa hid bor-ku. Bunaqangi keyin bir suvni hidlari bo'lardi bir yoshligimizda. Atirli suvni, atir suvini. Qaranglar. Mana shunda aleyadan kelayotganinglarda mana shu kim kelsa sezadi bu hidni. Qaranglar. Shifoligini. Juda zo'r. Qushlarni sayrashini qaranglar. Ko'pchilik montaj qilasizmi, qo'shasizmi deydi ovozini. Yo'q, tabiiy shunaqa qushlarning o'zi bu yerda ovozi. Bu 4-5 kottejlarimiz. Mana bu oilaviy kottejlar, 1-2 kottejlar. Aylanib to'ymaysiz odam borki, bu yerda o'tirib, shunaqangi vaqt tez o'tib ketib qoladi. Xo'sh, tozaligidan maza qilib to'yib kislorodlarga to'yib nafas olasizda. Qarang. Duplex kottejlar ham zo'r oilaviy yashashga. Endi nima deymiz? Afsus deymizmi yo? Biz uchun sanatoriy uchun yaxshi albatta. Hamma joylar deyarli hammasi bron qilib bo'lindi yozgi mavsumga. Maslahatim kuzgi mavsumga ham bron qilib qo'yinglar oldindan. Sentyabr, oktyabrlarga hali joylar bor, bronlar qabul qilyapti. U payt ham zo'r bo'ladi bu yerda. Oktyabrga doğru bemalol bu yerda kelib cho'milsa ham bo'ladi. Bilasizlar? Вообще zo'r. Mazza. Atirgullarni qaranglar. Bu yoqda roziga atirgullar. Boshqacha. Qumson sanatoriyasi eng dengiz sathidan eng yuqorida joylashgan sanatoriy. Havosi ham eng zo'r butun O'zbekiston bo'yicha. Bu ham boshqacha.